Nimaga oq bilan qorani aralashtiryapsiz? Bilasizlarmi, rangi nimaga tortyapti? Ko'ryapsizlarmi? Seriga tortyapti. Aynan Benfix tanlaganimiz sababini tushuntiramiz. Birinchi ochibdi. O'ta yumshoq, qaranglar. Aralashganda ham odamni qiynamaydi, ustalar qo'lini qiynamaydi va qorasiga oqni qo'shib, aralashtirib, xudo xohlasa ko'ksar chopiga beryapmiz, ya'ni obmanka qilyapmiz. Aynan Benfix tanlashimiz sababi bor. Bu yumshoqligini hisobiga toshda hozir ko'rasizlar video jarayonini. Rangi ham yomon chiqib turibdi, xudo xohlasa. Ustalar qaranglar rangini. Keraksa bemalol tayyor layfhak. Rang qo'shyapmizlar, birga bir chiqadi, xudo xohlasa. Benfix klegi yumshoqligini hisobiga millimetrgacha yopishadi va chiqib ketyapti ortiqchasi, ko'ryapsizlarmi? Obmanka qilyapsiz, xudo xohlasa choklari ideal bo'lyapti. Qaranglar, ranglar chiqishini. O'sha yumshoq ekan, ha. Bekorga ustalar tanlamayapti-da buni. Ham narxi arzon, ham ham bo'pti, qara. Ammo rangi birga bir kelib qoldi. Ko'pchilik qattiq bo'ladi-yu.